Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi degan gaplar nimani anglatadi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar esa adashib jarimaga yoki qarzdorlikka tushib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir xonadon egasi, ijarada yashayotganlar, pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar va hatto tadbirkorlar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab elektr, gaz, suv yoki issiqlik uchun qarz yig'ilib ketishi, keyin esa xizmat uzib qo'yilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kim to'lamaydi, kim baribir to'lashi kerak, qaysi holatda imtiyoz beriladi, qaysi holatda esa bekor qilindi degan gap sizga tegishli emasligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish pulingizni, asabingizni va vaqtingizni tejaydi. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Kommunal to'lovlar bekor qilindi degan gapni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Odamlar buni ko'rib, endi elektrga ham, gazga ham, suvga ham pul to'lamaymiz deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda davlat qarorlari, imtiyozlar yoki kompensatsiyalar odatda aniq toifalarga, aniq muddatga yoki aniq xizmat turiga tegishli bo'ladi. Ya'ni hamma uchun hamma kommunal to'lovlar butunlay bekor bo'ldi degan ma'no chiqmaydi. Oldin qanday edi? Oddiy tartib shunday edi. Xonadonda elektr hisoblagich ishlaydi, gaz hisoblagich ishlaydi, suv hisoblagich bo'lsa sarf bo'yicha to'lanadi. Bo'lmasa belgilangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Issiqlik chiqindi, kanalizatsiya, issiq suv kabi xizmatlar ham alohida hisoblanadi. Har oyda iste'mol qilingan miqdor bo'yicha kvitansiya chiqadi yoki mobil ilovalarda qarz ko'rinadi. Fuqaro belgilangan muddatda to'lov qilmasa esa qarzdorlik paydo bo'ladi. Qarzdorlik oshsa ogohlantirish keladi. Keyin ayrim xizmatlar cheklanishi yoki vaqtincha uzilishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Oxirgi paytlarda ayrim qarorlar, ijtimoiy yordam mexanizmlari, kompensatsiyalar, subsidiya yoki qayta hisob kitoblar sabab to'lov bekor qilindi degan sarlavhalar ko'paydi. Lekin men buni aniq ajratib tushuntiraman. Birinchi holat, ayrim fuqarolarga kommunal xarajatlarni qoplash uchun yordam beriladi. Ikkinchi holat, noto'g'ri hisoblangan qarzdorlik qayta ko'rib chiqiladi. Uchinchi holat, muayyan davrdagi penya yoki jarima bekor qilinishi mumkin. To'rtinchi holat, xizmat sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, qayta hisob kitob talab qilish mumkin. Lekin bularning hech biri avtomatik ravishda hamma endi kommunal to'lov qilmaydi degani emas. Men ekspert sifatida eng ko'p uchraydigan xatoni ko'ryapman. Odamlar sarlavhani o'qiydi, lekin qarorning matnini kimlarga tegishli ekanini, qaysi sana va qaysi xizmat bo'yicha ekanini tekshirmaydi. Natijada bir oy to'lamaydi, keyin 2 oy to'lamaydi, 3-oy kelib qarz ko'payadi. Ustiga ustak. Agar hisoblagich ko'rsatkichi berilmagan bo'lsa yoki sarf noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, qarz yanada kattaroq ko'rinadi. Endi kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa vaziyatni to'g'ri tekshirsa, ortiqcha vahimaga tushmasligi mumkin. Shu vaqtda batafsil gaplashamiz. Birinchi guruh oddiy xonadon egalari. Agar siz uyda yashasangiz, elektr, gaz, suvdan foydalanayotgan bo'lsangiz, sizning hisobingiz davom etadi. Masalan, bir oilada oyga 27 kilovolt elektr ishlatiladi deylik. Tarif bo'yicha to'lov hisoblanadi va shaxsiy hisob raqamingizga qarz yoki to'lov chiqadi. Agar siz to'lov bekor bo'libdi deb o'ylab 3 oy to'lamasangiz, 27 kilovatdan 77 kilovatgacha sarf yig'iladi. Bu faqat elektr. Gazda ham, suvda ham shunday. Keyin birdaniga katta summa chiqadi va odamlar nega bunday bo'ldi deb hayron qoladi. Aslida esa to'lov bekor bo'lmagan, faqat sarlavha noto'g'ri tushunilgan bo'ladi. Ikkinchi guruh, kam ta'minlangan oilalar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlarda turganlar. Mana shu toifalar uchun ayrim holatlarda yordam bo'lishi mumkin. Lekin yordam ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi pul ko'rinishida beriladi va fuqaro o'zi kommunal to'lovlarni to'laydi. Ikkinchisi ma'lum bir limit doirasida kompensatsiya qilinadi. Misol uchun oilaning real ehtiyoji, daromadi, tarkibi va yashash sharoiti o'rganiladi. Agar oila ijtimoiy yordamga haqli deb topilsa, kommunal xarajatlarning bir qismi qoplab berilishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz emas. Agar oila haddan tashqari ko'p elektr yoki gaz sarflasa, ortiqcha qismi o'z hisobidan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh, pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar. Ko'p hollarda odamlar men pensionerman, demak kommunal to'lovdan ozodman deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim toifalar uchun imtiyoz bo'lishi mumkin, lekin u avtomatik qo'llanmasligi mumkin.
sizning hujjatlaringiz tizimda to'g'ri turishi, yashash manzilingiz bir xil bo'lishi, shaxsiy hisob raqamingiz siz yashayotgan xonadon bilan bog'langan bo'lishi kerak. Masalan, pensioner ona o'g'lining uyida yashaydi, lekin ro'yxati boshqa joyda. Kommunal hisob esa o'g'lining nomida. Bunday holatda imtiyoz qo'llanadimi yoki yo'qmi alohida tekshirish kerak. Shunchaki men pensionerman deb to'lovni to'xtatish xavfli. 4-guruh ijarada yashovchilar. Bu yerda eng ko'p nizolar bo'ladi. Uy egasi es kommunalni o'zing to'laysan deydi. Ijarachi esa to'lov bekor bo'lgan ekan deb to'lamaydi. Keyin 3 oy o'tib uy egasi qarzni ko'radi va janjal boshlanadi. Men ijara shartnomasida kommunal to'lov kimning zimmasida ekanini aniq yozing. Elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, issiqlik alohida ko'rsatilsa. Juda yaxshi. Har oy screenshot, kvitansiya yoki chekni saqlang. Chunki og'zaki kelishuv keyin isbot bo'lmaydi. 5-guruh tadbirkorlar, do'kon, kafe. Ustaxona yoki ishlab chiqarish joylari uchun kommunal to'lovlar odatda aholi tarafidan farq qiladi. Ba'zi yangiliklar faqat aholi uchun bo'lishi mumkin, tadbirkorlarga tegishli bo'lmasligi mumkin. Masalan, mahalladagi kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya berilsa, bu yo'ldagi do'konga ham elektr bepul bo'ldi degani emas. Tadbirkorlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ularda sarf katta. Qarzdorlik tez yig'iladi va xizmat uzilishi biznesga bevosita zarar keltiradi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida 4 kishilik oila yashaydi. Ular oyga 300 kilovolt elektr, 1 kub gaz, 10 kub suv ishlatadi. Oilaning daromadi past, mahallada ro'yxatda turadi. Agar davlat tomonidan kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha yordam ajratilsa, bu oila ma'lum miqdorda yengillik olishi mumkin, lekin bu yengillik faqat tasdiqlangan tartibda bo'ladi. Agar ular ariza bermasa, hujjatlari to'g'ri bo'lmasa yoki ro'yxatda turmasa, avtomatik tarzda hammasi o'chib ketmaydi. Ikkinchi misol. Buxoroda bir xonadonda hisoblagich buzilgan. Fuqaro bir necha oy ko'rsatkich bermagan. Tizim me'yor bo'yicha katta summa hisoblagan. Keyin fuqaro to'lov bekor qilindi-ku deb kutib o'tirgan. Aslida bu yerda yechim boshqa. Hisoblagich holatini dalolatnoma bilan tekshirtirish. Noto'g'ri hisoblangan davr bo'yicha qayta hisob kitob so'rash kerak. Ya'ni muammo to'lovning bekor qilinishida emas, hisob kitobning to'g'riligida. 3-misol. Qishloq hududida gaz bosimi past bo'lgan. Odamlar gaz bor deb hisoblangan. Lekin xizmat sifatsiz ko'rsatilgan. Bunday vaziyatda aholida savol tug'iladi. Nega men to'lashim kerak? Axir gaz yaxshi kelmadi. Bu yerda ham tartib bor. Faqat gap bilan emas, yozma murojaat, dalolatnoma, mahalla yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakillari ishtirokidagi tekshiruv kerak. Agar haqiqatan xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Lekin o'zboshimchalik bilan umuman to'lamaslik keyin qarz sifatida qaytib keladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Aynan shu joyni diqqat bilan eshiting. Chunki eng katta xatolar shu yerda bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Bekor qilingan narsa to'lovning o'zi emas, penya bo'lishi mumkin. Penya degani kechiktirilgan to'lov uchun ustama. Ba'zi holatlarda davlat yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar penya hisoblashni vaqtincha to'xtatishi yoki avvalgi penyaning bir qismini kechirishi mumkin. Lekin asosiy qarz qoladi. Masalan, sizning elektrdan 507 ming so'm asosiy qarzingiz va 10 ming so'm penyangiz bor. Agar penya bekor qilinsa, 10 ming so'm olib tashlanishi mumkin, lekin 507 ming so'm baribir to'lanadi. Ko'pchilik esa penya bekor bo'ldi degan xabarni qarz bekor bo'ldi deb tushunadi. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz faqat limit doirasida berilishi mumkin. Masalan, davlat ijtimoiy norma yoki bazaviy iste'mol doirasida yengillik beradi. Bu shuni anglatadiki, ma'lum miqdorgacha arzonroq yoki kompensatsiya bilan bo'lishi mumkin, lekin undan ortiq sarf qimmat tarifda hisoblanadi. Oddiy qilib aytsam, uyda bitta muzlatkich, televizor, chiroqlar, kir yuvish mashinasi ishlasa, bu normal sarf. Lekin bir nechta elektr isitgich, konditsioner, nasos, payvandlash apparati ishlatilsa, sarf oshadi. Shunda nega imtiyoz menga yetmadi degan savol paydo bo'ladi. Sababi imtiyoz ehtiyoj uchun beriladi, cheksiz iste'mol uchun emas. 3-nozik jihat, manzil masalasi. Imtiyoz ko'pincha fuqaroning doimiy yashash joyi yoki ro'yxatda turgan manzili bilan bog'lanadi. Agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, ijarada tursangiz yoki uy hujjatlari boshqa odam nomida bo'lsa, tizim sizni avtomatik tanimasligi mumkin. Shuning uchun men huquqim bor deyishning o'zi yetmaydi. Huquq hujjatda tizimda va arizada ko'rinishi kerak. 4-nozik jihat. Qarzdorlik eski davrga
tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zan odam uy sotib oladi, keyin eski kommunal qarz chiqadi. Bu holatda uy oldi sotisida kommunal qarzlar tekshirilganmi? Dalolatnoma tuzilganmi? Shaxsiy hisob raqami yangi egaga o'tkazilganmi? Shu muhim. Agar bular qilinmagan bo'lsa, keyin bu mening qarzim emas deb isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat kadastrga qarash yetmaydi. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha alohida qarzdorlikni ham tekshiring. 5-chi nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichlari. Hozir ko'p joyda avtomatlashtirilgan hisoblagichlar bor, lekin hamma joyda ham tizim ideal ishlamaydi. Ba'zan ko'rsatkich kechikib tushadi. Ba'zan aloqa yo'qoladi. Ba'zan eski ko'rsatkich bilan yangi ko'rsatkich orasida farq noto'g'ri chiqadi. Agar siz kvitantsiyada birdaniga juda katta summa ko'rsangiz, darhol vahima qilmang. Lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Hisoblagichdagi real raqamni rasmga oling, oldingi cheklarni toping, shaxsiy kabinet yoki ilovadagi tarifni tekshiring va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling. 6-chi nozik jihat. Bekor qilindi degan xabar faqat ma'lum hududga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, favqulodda holat, tabiiy ofat, ta'mirlash ishlari yoki mahalliy qaror sabab ayrim tumanlarda vaqtincha yengillik bo'lishi mumkin. Lekin bu butun respublika bo'yicha hamma uchun degani emas. Internetdagi sarlavhalarda ko'pincha aynan shu qismi aytilmaydi. Shuning uchun yangilikni ko'rganingizda 3 ta savol bering. Qaysi hudud, qaysi sana, qaysi toifa? 7-chi nozik jihat. Xizmat sifati uchun da'vo qilish bilan to'lovni bekor qilish boshqa narsa. Agar suv bosimi past bo'lsa, gaz bosimi yetarli bo'lmasa, elektr tez o'chsa, sizda shikoyat qilish huquqi bor. Lekin buning rasmiy yo'li bor. Shunchaki to'lovni to'xtatib qo'yish o'rniga dalil to'plash kerak. Masalan, elektr o'chgan vaqtlarni yozib boring, qo'shnilar bilan birga murojaat qiling. Dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qilgan vaqtingizni qayd qiling, ariza raqamini saqlang. Keyin qayta hisob-kitob talab qilganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z shaxsiy hisoblaringizni tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, kanalizatsiya, chiqindi va issiqlik bo'yicha alohida tekshiring. Mobil ilovalar, bank ilovalari, to'lov tizimlari yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning rasmiy saytlaridan foydalaning. Faqat qo'shnining gapiga yoki Telegramdagi sarlavhaga ishonmang. Ikkinchi qadam, qarzdorlik tafsilotini oling. Agar summa katta ko'rinsa, umumiy qarz bilan cheklanib qolmang. Qaysi oy uchun, qancha sarf uchun, qaysi tarifda, penya bormi, qayta hisob-kitob bormi, shularni so'rang. Masalan, sizga 1 million so'm qarz chiqsa, bu 1 oyda ishlatilgan sarfmi yoki 2 oylik yig'ilib qolgan qarzmi? Farqi juda katta. 3-chi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, xonadon kadastr hujjati yoki ijara shartnomasi, shaxsiy hisob raqami, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich rasmi, ijtimoiy imtiyozga asos bo'ladigan hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, pensionerlik ma'lumotlari, mahalla tavsiyanomasi yoki ijtimoiy reyestrdagi holat. Har bir holatda hujjat talabi farq qiladi. Lekin asosiy dalillar qo'lingizda bo'lsa, ishingiz tezlashadi. 4-chi qadam, agar imtiyozga haqli bo'lsangiz, mahallaga yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Men tavsiya qilaman. Og'zaki so'rab ketmang, yozma ariza qoldiring. Arizada aniq yozing. Men falon manzilda yashayman, oilam tarkibi falon, daromadimiz falon. Kommunal to'lovlar bo'yicha yordam yoki kompensatsiya olish tartibini tushuntirib berishingizni hamda imkon bo'lsa, arizamni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. 5-chi qadam. Agar noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling. Masalan, elektr bo'yicha tuman elektr ta'minoti korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti bo'limiga, suv bo'yicha suv ta'minoti tashkilotiga murojaat qilinadi. Arizada mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha falon davrda noto'g'ri hisob kitob qilingan deb hisoblayman. Hisoblagich ko'rsatkichi falon, oldingi to'lovlarim falon. Qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozing. Hisoblagich rasmini, cheklarni ilova qiling. 6-chi qadam, xizmat sifatsiz bo'lsa dalolatnoma talab qiling. Masalan, suv umuman kelmagan, gaz bosimi yetmagan, elektr tez o'chgan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Qo'ng'iroq qiling, murojaat raqamini oling. Qo'shnilar bilan birga ariza yozing. Agar bir ko'cha yoki bir domda muammo bo'lsa, jamoaviy murojaat kuchliroq bo'ladi. 7-chi qadam. To'lovlarni imkon qadar bo'lib yopish bo'yicha kelishib oling.
Agar haqiqiy qarz bor bo'lsa, lekin birdaniga to'lashga imkoningiz bo'lmasa, tashkilotga borib, bo'lib to'lash tartibini so'rang. Ko'p odamlar qarzni yashirib yuradi. Telefonni ko'tarmaydi, eshikni ochmaydi. Bu noto'g'ri yo'l. Aksincha, rasmiy murojaat qilsangiz, ba'zan muddat berilishi, kelishuv tuzilishi yoki pensiya masalasi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. 8-qadam har oy cheklarni saqlang. Bugun hamma narsa elektron bo'lsa ham skrinshot saqlash odatini qiling. Oy nomi bilan alohida papka oching. Elektr, gaz, suv chiqindi to'lovlarini alohida saqlang. Ertaga nizo chiqsa, men to'laganman deyish emas. To'lovni ko'rsatish kerak bo'ladi. 9-qadam internetdagi xabarni tekshiring. Agar kommunal to'lov bekor qilindi degan xabar ko'rsangiz, darhol to'lovni to'xtatmang. Avval manbani tekshiring. Bu rasmiy hukumat qarorimi? Vazirlik xabarimi? Hokimlik e'lonimi yoki shunchaki kanal sarlavhasimi? Qaror raqami bormi? Sana bormi? Kimlarga tegishli ekani yozilganmi? Agar shu ma'lumotlar bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. 10-qadam. Katta qaror qabul qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahat qiling. Ayniqsa katta qarzdorlik, sud ijrosi, xizmat uzilishi, uy oldi sotisi yoki ijara nizosi bo'lsa, yurist, mahalla mas'uli yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy qabuliga boring. Ba'zan 15 daqiqalik maslahat sizni millionlab so'mlik xatodan qutqaradi. Demak, bugungi eng asosiy xulosa shuki, kommunal to'lov bekor qilindi degan gapni hamma uchun hamma xizmatlar bepul bo'ldi deb tushunmang. Ko'p hollarda gap imtiyoz, kompensatsiya, pensiya, qayta hisob-kitob yoki aniq toifadagi fuqarolarga beriladigan yordam haqida bo'ladi. Sizning vazifangiz vahimaga tushmaslik, lekin beparvo ham bo'lmaslik. Hisobingizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Imtiyozga haqli bo'lsangiz ariza bering. Noto'g'ri hisob bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizlarga doim shuni aytaman. Kommunal masalada eng kuchli himoya bu aniq raqam, rasmiy hujjat va vaqtida qilingan murojaat. Og'zaki gap, mish-mish va sarlavhaga ishonib harakat qilsangiz, keyin qarzdorlik sizning nomingizda chiqadi. Shuning uchun har bir to'lovni, har bir ko'rsatkichni va har bir murojaatni nazorat qiling. Agar sizda ham kommunal to'lov bo'yicha qarz, imtiyoz, noto'g'ri hisob-kitob yoki xizmat sifati bilan bog'liq muammo bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qaysi xizmat bo'yicha muammo bor, qancha summa chiqqan, shuni yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha qarzga, jarimaga va keraksiz yugurga tushib qolmaydi.